Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, darsimiz boshlaymiz. Bugun yubormamiz bo'yicha 4-darsimiz adashmasam. Bugungi darsimizda target orqali tushgan lidlarimizni Google Sheets'ga o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz ozgina cho'zilishi mumkin. Diqqat e'tiborni qaratib, darsni ko'rishinglarni so'rayman. Chunki nisbatan murakkabroq dars hisoblanadi. Demak, men ishni boshlayman. Ishni boshlash uchun qarang, bizda Facebook akkauntimizni ikkinchi darsimizda ulagandik. Mana bu yerda ulanishlar bo'limida Facebook akkauntimizni ulagandik va Google akkauntimizni ham ulab qo'ygandik. Agar sizda ulanmagan bo'lsa, mana shu akkauntlaringizni ulab olishingiz kerak bo'ladi. Endi qarang. Ulangan tayyor holatda bo'lsa, biz bu yerda integratsiya degan joyga kiramiz. Yangi integratsiya degan tugmani bosamiz. Yangi integratsiyani tanlayman. Bu yoqda lidni qayoqdan kelayotganligini sozlab olishim kerak. Ya'ni qaysi sahifa, qaysi formadan lid keladi meni Google Sheets'imga. Shuni sozlaymiz bu yoqda. Mana sahifani tanlash. Tak, yana travel xonali formasi. Endi mana bu ikkinchi buni Telegramga qilgandik. Endi bunisini biz Google Sheets'ga o'tadigan qilib sozlaymiz. Buni tanladim. Buni tanlagandan keyin asosiy sozlamalar bu yerda o'sha formani nomi, undan keyingisi Telegram chat ID. Qarang, bu yerda e'tibor beradigan joyi o'tgan darsimizda biz mana bu Telegram chat ID degan joyiga biz mana bu guruhga tegishli bo'lgan chat IDni qo'ygan edik. Endi hozir bu yoqda e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda avtomatik to'ldirgan bu chat ID nima? Bu chat ID sizni Telegram akkauntingiz IDsi. Mana misol uchun qarang. Mana bu yerda meni akkauntim bor-ku mana. Bahodir degan akkaunt aka. Mana shu Bahodir degan akkauntimni Telegramdagi IDsi mana bu yerda ko'rinsa kerak. Yo, bu yoqda ko'rinmas ekan. Telegramdagi IDsi mana shu. Mana shuni ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni bu nima degani? Hozir agar mabodo lid tushadigan bo'lsa, o'shani tushganligi haqida bot sizga ma'lumot beradi-ku. O'sha ma'lumot sizga mana bu bot orqali lichkangizni o'ziga keladi. Mana bu bot o'zidan keladi. Tushunyapsizmi? Bu guruhga yubormaydi. Agar guruhga ham, Google Sheets'ga ham parallelni tushishini xohlasangiz, siz chat IDni mana buni nusxa ko'chirib, mana bu yerga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hozir menga kerak emas. Guruhga ham Google Sheets'ga ham tushadigan bo'lsa, bu ozgina noqulay. Shuning uchun faqat Google Sheets'ga o'tkazadigan qilaman. Buning uchun mana bu yerda Telegram chat ID degan joyga o'zingizni lichkangizni ID'siz qoladi. O'zi akkauntingizni faollashtirganda o'zi aniqlaydi. Buni to'ldirishingiz shart emas. Bu demak avtomatik to'ldiriladigan maydon. Undan keyingisi maqsadli sayt degani bizda bu yoqda o'tgan safar Google Telegramda ko'rib chiqdik. Endi bizga Google Sheets'da ulash kerak. Hozir Google Sheets tanlayman. Google Sheets tanlaganimda mana bu yerda qaysi Google akkauntim bor, mana shuni avtomatik topadi. Undan keyin qarang, bu yoqda ikki xil opsiya chiqadi bizda. Mavjud jadvaliga ma'lumotlarni yozadigan qilishimiz ham mumkin yoki umuman yangi jadval yaratib, o'sha jadvalga yozadigan qilishimiz ham mumkin. Bu yoqda qarang, hozir men yangi jadval degan opsiyani tanladim. Bu yoqda jadvalni tili deyapti, o'zbekcha, ruscha yoki inglizcha qilib jadvalni maydonlarini qayta nomlasangiz bo'ladi. Undan keyingi qilinadigan ish ustunlar tartibi. Ustunlar tartibi degani bizga mana shu Google Sheets'imizga tushadigan maydonlarni tartibini bu yerda ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun tasavvur qiling, buni har bittasi jadvaldagi ustun. Misol qayerga sayohat qilmoqchisiz deganda, birinchi lidkasi Antaliya bo'lsa, tagi Antaliya bo'lib tushadi. Qaysi oy sayohat qilmoqchisiz bo'lsa, bahor oyi bo'ladigan bo'lsa, bahor oyi bo'lib tushadi. Necha kishi bo'lsa, o'zim bo'lsa, misol o'zi bu. Xullas, mana shu maydonlar avtomatik to'ldirib boriladi. Endi qarang, bu yoqda bizga kerakli bo'lmagan maydonlar ham bor. Shuning uchun bu yerda tahrirlash tugmasini bosib, biz bularni o'zimiz uchun qayta nomlab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun mana buni o'zingiz uchun qanaqadir nomini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Qisqaroq qilib nom yozib qo'ysangiz bo'ladi. Mana misol qayerga sayohat qilmoqchisiz degan joyni men qayerga deb yozib qo'yaman. Qaysi oy? Tak, oy deb yozib qo'yaman. Qisqacharoq bo'lish uchun, chunki jadval nomi, ustun nomi unaqa uzun bo'lishi kerak emas. Necha kishi demoqchi? Necha kishi? Necha kishi deb qo'yaman. Necha kishiligini ko'rsatadigan ustun. Ismi, telefon nomeri. Bu yoqdagi phone number bu avtomatik to'ldiriladigan maydon. Shuning uchun buni nomer qavsiga avto deb qo'yaman. Shu avtomatik to'ldiriladigan maydondan kelgan nomerligini bilish uchun. Demak, bu parametrlar haqida o'tgan darsimizda gaplashgandik. Bularni o'chirib tashlayman. Tak, bizga faqat ad name qolsin. Shu qaysi reklama kreativdan lid kelyapti, shuni bilishim uchun adset ID kerak emas, faqat adset ID qolsin. Qaysi auditoriyadan kelganligini bilishim uchun lidni
kompaniyaga tegishli maydonlar o'chirib tashlayman. Endi qarang, bu yoqda biz yana qo'shimcha maydonlar qo'shishimiz mumkin. Source degani o'tgan safar gaplashgandik. Leadimiz qaysi platformadan kelganligini ko'rsatadi. Qo'shimcha maydonlar qo'shishimiz mumkin. Sana degani mana shu lead qachon tushdi. Mana shuni belgilab qo'yishimiz mumkin. Sanani qoldiramiz. Bu o'zi misol hozirlik tushsa, hozirgi vaqt bilan avtomatik to'ldirib boriladi. Undan keyingisi holat. Holat degani biz mana misol uchun jadvalimizni bu shunchaki Google Sheets'ga olib o'tish emas, ochiq aytadigan bo'lsam, Google Sheets'ga o'tganda o'zi avtomatik как CRM tizimiga o'xshab o'tadi leadlaringiz. Ya'ni misol hozir lead tushgan bo'lsa, yangi statusda bo'ladi. O'sha Google Sheets'ga operatorni chaqirib, o'sha Google Sheets'ni o'zida leadlaringizni обработка qilishingiz mumkin. Ya'ni как CRM, kichkinaroq onlayn CRM qilib ishlab chiqilgan bu tizim Google Sheets'ni. Shuning uchun bu yoqda status maydonlari bor. O'shani o'zingiz uchun sozlab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun siz loyihangizda qanaqa? Demak, birinchi kelgan lead yangi lead hisoblanadi. Endi tasavvur qiling. Telefon qilindi, ko'tarmadi. Nedazon, to'g'rimi? Yoki vizib ketmadi umuman. Nedazon degan status bor, o'shani belgilab qo'yasiz. Ikkinchisi telefon qilindi, ko'tarmadi. Demak, ko'tarmadi degan status bor. Yoki qayta aloqa degan status belgilab qo'yasiz o'zingiz uchun. Undan keyingisi shu telefon qilib gaplashilganda haqiqatda o'zi qoldirganligini tan oldi. Bu sifatli lead, ya'ni qual lead degan nima bor? Pipeline bor o'sha CRMlarda. Xuddi o'sha pipeline'lar olib bu yerga joylashtirib to'g'rilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa hozir bu yerda standart yangi jarayonda qabul qilindi, qayta aloqa rad etildi degan statuslari bo'ladi. Agar uni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerdagi o'sha kerakli tugmalar bilan o'zgartirib, qayta nomlab, rangini ham berib qo'ysangiz bo'ladi. Mana daji rangini ham o'zgartirishingiz mumkin. Demak, bu yerda hamma maydonlarni to'ldirib bo'lgandan keyin saqlash tugmasini bosaman. Saqlash tugmasini bosganimda mana shu Google Sheets jadvali meni hozir Google akkauntimga qo'shilish jarayonida. Ozgina vaqt olishi mumkin, chunki siz Google akkauntingizga kirib bu yoqda Google Sheets ochib beradi. Undan keyin bu Google Sheets qayoqdan olaman? O'sha jadvalda lead tushadigan jadvalda qayoqdan olaman deyishingiz mumkin. Uning uchun oddiygina mana shu Google Sheets'ni o'zingizni Google Sheets akkauntingizga o'tsangiz ham bo'ladi. Tak, bu yoqda manzilda yozsam yaxshiroq ekan. Adashmasam shunaqa edi. Mana shunaqa. Demak, mana Google Sheets akkauntimga o'tdim. Google Sheets akkauntimga o'tganda mana bu yerda bizda mana shu qilgan integratsiyamiz mana shu nom bilan qo'shildi. Yokida agar bu saytga o'tish qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, siz shunchaki Telegramga o'tadigan bo'lsangiz, Telegramga mana bu lichkez orqali ham mana bu bot sizga shu Sheets'ni jadvalda linkini tashib beradi. Boshlash tugmasini bosib, mana shu Google Sheets'ga to'g'ridan-to'g'ri o'tsangiz bo'ladi. Mana bizga o'sha hozir qilingan integratsiyamiz ochilyapti mana. Integratsiyamiz ochildi. Bu yerda qarang. Endi hozir biz mana shu Sheets qilgan integratsiyamiz to'g'ri ishlayaptimi, yo'qmi tekshirish uchun test lead yuboraman. Uning uchun Facebook dasturchi tanlamalaridan foydalanamiz. Mana bu yerda o'tgandik. Mana o'tgan darsimizda mana shuni ochaman. Endi mana shu integratsiya qilgan formamizga test lead yuboraman. Shu ishlayaptimi, yo'qmi bilish uchun. Buning uchun Travel xonani sahifasi va unga tegishli bo'lgan mana bu mana bu formamiz. Mana bu formani tanlagandik. Mana shu formani tanlayman. Mana bu yoqda formamizga avval bir nechta servislar ulangan ekan, ammo CRM ulangan ekan va yuboraman o'zida servisi ulangan ekan. Endi qarang, preview formni bosaman. Mana shu formaga test lead qoldiraman. Formani ochdim mana. Ma'lumotlarimni qoldiryapman. Mana saqladim. Mana leadimizni, kontakt ma'lumotlarimizni yubordik. Endi qarang. Yuborganimizdan keyin bizga mana Telegram bot orqali sразу mana bu lead mana bu Google Sheets'ga yozildi. Google Sheets'ga tushdi degan ma'noda bildirishnoma keladi. Bu bildirishnoma mana bu bot bizni lichkamizga yuboradi bu bildirishnoma. Undan keyin mana bu yerda Google Sheets'ga o'tadigan bo'lsak, mana shu lead kontakt bizni akkauntimizga sразу kelib tushadi. Google Sheets akkauntimizga mana bu jadvalga sразу kelib tushadi. Undan keyin qarang, bu yerda sразу kelib tushgandan keyin biz mana bu tepada sozlagan maydonlarimiz bor. Undan keyin adset name degan joyda unknown turibdi. Bu degani reklama orqali kelmagan trafik degani. Agar reklama orqali kelsa, mana shu yerda reklama kreativingiz nomi mana shu reklama
reklamaga nima deb nom bergan bo'lsangiz, o'sha shu yoqda ko'rinadi. Ответная ham bo'ladigan bo'lsa, gruppa o'yiniga nima deb nom bergan bo'lsangiz, o'sha bu yoqqa kelib tushadi. Source degan joyga o'sha Facebookdan keldimi, Instagramdan keldimi deydi, ana shu ma'lumot kelib tushadi. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yoqda yana qo'shimcha vkladka bor. Dashboard degan vkladka bor. Dashboardni ochadigan bo'lsak, biz mana shu tushgan lidlarimiz bo'yicha bu yoqda hisobotni real vaqt rejimida ko'rib borsak bo'ladi. Deylik, bugun nechtalik tushdi, bugun nechtasi yangida, nechtasi jarayonda, nechtasi qabul qilindi va hokazo, hokazo. Bu yoqda даже foizlarigacha, grafiklarigacha ko'rsatadi. Umuman olganda bu yoqda Xo'p, demak, darsimizni davom etamiz. Biz bu yoqda yubormamiz orqali Google Sheetsga formamizni ulaganimizda yubormamiz avtomatik bizga mana bunaqa CRM ga o'xshagan Google Sheets taklif qiladi. Mana misol uchun biz bu yoqda testli lid jo'natdik. Mana shu lidimiz hozir yangi statusda turibdi. Buni misol uchun qabul qilindi ga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak yoki o'sha sotildi deydimi, nima deydi, o'sha o'zizni sotuv bo'limimizga mos bo'lgan holat statusini belgilaydigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi dashboard vkladkasidagi natijalarim shunga mos bo'lgan holatda o'zgarib boradi. Misol uchun hozir mana konversiya 100% bo'ldi. Bitta liddan bittasi qabul holatida turgani uchun. Bu yerda misol uchun vaqt hisob-kitobi bo'yicha ma'lumotlaringizni ham ko'rib borsangiz bo'ladi. Status bo'yicha taqsimoti, mana yangidan nechta lid turibdi, necha foizi, jarayonda qancha bor, shuna ma'lumotlarni aniq bu yoqda ko'rib borsangiz bo'ladi. Manba bo'yicha, demak, lidlarimiz kelgan joy bo'yicha, masalan, Instagramdan nechta keldi, Facebookdan nechta keldi, mana shu ma'lumotlarni mana shu yerda ko'rib borsangiz bo'ladi. Kunlik statistika bo'yicha bu yoqda adashmasam oxirgi 7 kunlik lidlarni nechta qabul qilindi, nechta qayta aloqa bo'ldi, shu ma'lumotlarni real vaqt rejimida ko'rib borsangiz bo'ladi. Yuborim o'zi imkoniyatlari keng. Misol uchun bemalol mana shu jadvalni o'zidan kichikroq biznes uchun CRM sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Dajma bu yo'lga yana qo'shimcha ustunlar qo'shib, operator tayinlab, operatorlar bilan ishlash imkoniyatlari ham bu yoqda yuboramiz orqali qo'shilgan. Xo'p, demak, shu bilan Google Sheets, ya'ni Facebook formamizga tushgan lidlarni Google Sheetsga olib o'tish darsi oxiriga yetdi. Bundan keyingi darslarimizda yuborimizga tegishli bo'lgan qo'shimcha funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, yuborimiz uchun shunaqa imkoniyat borki, mana bu yerda bir soniya, hisobotlar degan bo'lim bor. Hisobotlar degan bo'limida siz hisobotlar degan bo'limida siz reklama akkauntingizdagi hisobotlarni kunlik qanaqadir guruhga avtomatik yuboradigan qilib sozlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shu bilan darsimiz yakuniga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha